San'at sohasida faoliyat yuritib, keyin butunlay boshqa sohaning etagidan tutgan mashhurlar bugun nimalar bilan band? Madina Mumtoz O'zbekiston Davlat konservatoriyasiga imtiyoz asosida qabul qilingan xonanda Madina Mumtoz allaqachon san'atni tark etgan. U bir muddat food blogger sifatida faoliyat yuritdi. Hozir esa 4 nafar farzandi va bizneslari bilan ovora. Madina Nig'matullayeva jurnalist serialdagi roli bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan Madina Nig'matullayeva ham allaqachon san'atni tark etgan. Bir muddat boshlovchi sifatida ishladi. Oila qurgach esa o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlashni ma'qul ko'rdi. U hozirgi kunda psixolog sifatida faoliyat yuritadi. Lobar Polvonova Muhabbat sinovlari filmidagi Ruhshona roli bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan Lobar Polvonova negadir aktrisalik faoliyatini davom ettirishni istamadi. So'nggi rolini 2006-yili Hayot Mamot filmida ijro etdi. U 2005-yildan buyon Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik katta teatrida liboslar bo'yicha rassom bo'lib ishlab kelmoqda. Negadir u omma e'tiborida bo'lish va aktrisalik faoliyat haqida intervyu berishni istamaydi. Shaxsiy hayoti bilan bog'liq ma'lumotlarni ham sir saqlaydi. Sug'diyona Azimova Aktrisa Sug'diyona Azimova oila qurgach Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tgan. U turmush o'rtog'i bilan birga tur firmada faoliyat yuritadi. Firma o'zbekistonlik ziyoratchilarga xizmat ko'rsatadi. Muzaffar Sa'dullayev Osmondagi bolalar filmidagi Hamdam roli bilan tomoshabinlarning e'tirofiga sazovor bo'lgan Muzaffar Sa'dullayev ham aktyorlikni tark etgan. U hunarmandchilik va media mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Sherzod Saidaliyev Sherzod bin taxallusi bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktyor. Sherzod Saidaliyev bir necha yildan buyon AQShda yashaydi. U allaqachon san'atni tark etganini ma'lum qilgan. Sobiq ijodkor avvaliga nonvoylik bilan shug'ullandi. Hozir esa trak haydovchisi bo'lib ishlaydi. Muborak Ashurboyeva Panoh filmidagi roli bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Muborak Ashurboyeva ham oila qurgach san'atdan ketgan. U bugungi kunda uy bekasi va bir quchoq farzandlarining onasi. Farruh Soipov Aktyor Farruh Soipov ham san'atdan ketgan. Bir muddat diniy loyihalarni tayyorlashda ishtirok etayotgandi. Hozir aynan qaysi sohada faoliyat yuritishini ma'lum qilmagan. Bonu Qoratun va afsona qo'shiqlari bilan mashhurlikka erishgan xonanda Bonu ham allaqachon san'atni tark etgan. Uning hayoti bilan bog'liq mish-mishlar ko'p, ammo sobiq ijodkor birorta intervyusida bu haqida gapirmagan. Bizga ma'lum bo'lgani shuki, u hisobchi bo'lib, xususiy firmada faoliyat yuritadi. Yusufxon Nurmatov Xushovoz xonanda bir necha yildan buyon AQShga serqatnov bo'lib qolgandi. Mart oyi avvalida esa yaxshi trak bilan shug'ullanuvchi firma izlayotganini va endilikda haydovchi sifatida faoliyat yuritishini ma'lum qildi.